Assalamu alaykum, şu videoni tomosha etgan mehribon do'stlar, abotliq harakatlardan qolib. Yana da siz bilan ma'lum qilganimni ko'rishamiz. O'ran shahri yurtdoshimni gezgan akıl Türkmen do'g'onlarida 2024-yilning 1-may kuni soat 20:00da Türkmenlerin cem bo'lgan yeri, albatta Türkmen saçlarının kiyimden kucak açıp siz için huzurlanan yeri Moskva shahar aynan metroning yaqinligida Türkmenler için Garom kafesinde Aydın Sağlı Dilcar şovhunli konsertini tomosha etmeye çağırıyoruz. Mehribon dostlar, konsert giriş var yo'q 5 rubl. Ondan emas 1-may kuni soat 20:00da, ya'ni akşamlık saat 8:00da akıljanlar kucak qarshi olyapti. Nima? O'yin etganlarni o'ylayapman. Çakıl gerek delemeni duymanı Yaltan yanmana finki doğru diymeni Gelecek misin yana eli tegin o Gürleksin mensiz günün için o Silemezim bana tabi geçin o Yeni kötüncü inanın gariyetin o Nima? O'yin etganlarni o'ylayapman. Nima o'ynayotganlarni o'ylayapman. O'ynamoq men o'ynamoq. Nima o'ynayotganlarni o'ylayapman. Yada o'yday, menga bildirinmoq.